Mana assalomu alaykum aziz o'rtoqlarim, aziz podpischiklarim. Keldim. O soat 11:30 bo'ldi. 20-may chorshanba. Muborak chorshanba. Satkekdan keldim. 20 daqiqada bordim, 20 daqiqada keldim. Damasda 5000 dan ekan, mazza zo'r joylar ekan, videoga oldim. Kech payt qo'yaman inshaalloh. Rosa dam oladigan oromgoh ekan Satkek. O'zim 30 yildan endi boryapman. Shuna yoqdi, mazza qilib nima dam olib keldim. Mana igrushkalar. Katta matrasga o'xshagan igrushkalar. Hozir madam Alsherkan orqasidan keldim. Damasdan tushib. Ammo Damas 40 daqiqa kutdim, qaytishdi. Nima, kam kelar ekan Satkekka Damas. Hamma o'zlarini yengil mashinasi bilan kelar ekanda, dam olgani. Mazza joylar ekan, alhamdulillah. Boringlar sizlar, rosa tavsiya qilaman. Voy, Xudoga shukr. Mana endi Korzinkadan smetana olsam, xudo xolasa bo'ldi. Ko'p narsa olmayman, smetana olaman bo'ldi. Mana suvlar kamayibdi. Nimaga ekinga qilishadim, suv nimaga kamaydi? Ekinzorlargami? Suvlar nima kam? Tog'dan tushmayaptimi? Qorlar tugaydi-yu, ashinga. Ha, nimada bo'ladi-da? Kuzda bo'ladi, to'g'rimi? Ay, yo'q, qishda rosa suv bo'ladi. Ha. Mana tog'da qorlar ergani uchun o'shancha suvlar kamayibdi. Mahli ekinzorlarga qilishadi deb ham dalalarga boru sug'orishadi, to'g'rimi? Ha. Bo'pti. Ay, mana bolajon boqqa keldim. O'zimiz sentrga. Mana aziz o'rtoqlarim, 11:30 bo'ldi, chorshanba. Mana bolajon. Birinchi uyda bayram bo'ladi, xudo xolasa. Nimada? Sho'tda. Mana zo'r narsalar, antikvariat deydimi? Oldin Sovet davridagi narsalar. YouTube kanalim bor. Rossiyadagi tomosha qilishadi, Rahmat opa deyshadi, besplatni Rahmat opaga. Sog'inganlarga. Mana bolajon. Morojniy kafesi, Maysa Korzinkaga kerak. Haligi prezident nima smetana faqat Korzinkada bor, boshqa nimada yo'q magazinda. Mana nima deydi? Morojniy. Ay, mana bolajon degan joy. Sho'tdan mana salqin joylar mana. Maza qilib dam olishib, Shabada bugun havo yaxshi. Bu hafta havo sovuq. Mana chipsi, naturalniy chipsi. Havo yaxshi, salqin bo'ladi, yomg'irlar yog'adi. Shanba, yakshanba kunlari ozgina. Ro'paramiz nima? Ahmad al-Farg'oniy taraf bor. Mana bu yerda ham bor. Nima deydi? Samakatlar. Platniy. Mana. Alhamdulillah. Bugun qarochi aylanib yuribman ekanda, kecha ham chiqdim-ku. Kecha ham sentrda oldim, ha? Alhamdulillah, voy. Bu nima? Madaniyat uyi. Dom kultura. Sariq zdaniya. To'g'ri ketamiz, nimaga kiramiz? Korzinkaga, xudo xolasa. Smetanani o'zi yetadi. Prezident smetana bor-ku, boshqa magazinlarda yo'q-da. Rossiyskiy nima? Qozog'istondagi prezident smetana o'rganib qolganman-da. 15 yillab Rossiyada rossiyskiy smetana yeb, batdagilarga qattiq o'xshaydi, bemazza. Mana morojniy xona. Alhamdulillah. Mana bu ro'paramiz nima? Bog' al-Farg'oniy. Mana o'tiradigan joylar qilinibdi. Salqin Shabada. Voy, Xudoga shukr, voy mazza. Mana atta oltin shop, nima deydi? Yuvelirniy magazin bor ekan. Ashdan yurayim, bismillahirrohmanirrohim. Mana Gold City. Men qiziqmayman, pulim ham yo'q oltinga. Mana Tilla magazin bor ekan, qarochi ashitda. Ana biz esa Korzinkaga keldim. Birinchi etaj Korzinka, tepasi buvshi tsum. Quyosh joy ekan, batlar. Mana rohat degan nima? Milliy ovqatlarmi? Restoran, kafe. Chekkaroqdan yursam. Issiq joylar ekan. Oh my god. O'shancha hamma Satkeklarga, Yetti-buloqqa qochadi issiqdan. Salqin joylarga, to'g'rimi? Voy, alhamdulillah.
Voy, jiji qiz nima olyapti? Ayniga artyapti, asalchi. Nima ekan bor? Reklamachimga. Nima ekan? Kitob magazin. Kitob magazin. Bu nima? Sportivniy magazin. Bu aromalab, parfumlar. Ay, bismillahirrahmanirrahim. Po'sh. Bu BTS, pochta. Pochta. Bu bubble tea. Nima deydi bubble tea? Puzirkovoy choy. Puzirkovoy choy. Assalomu alaykum. Birinchi kirishim baxtli taqdir bo'linglar. Narxlarni bilib olay YouTube kanalimga. Bubble tea. Mocha ham bo'ladimi? Bor. 3 ta bor. Ha. Qancha? Haqiqiymikin? Haqiqiy Xitoydan keltirilgan. Necha pul? 45 mingdan boshlanadi. Ha, necha gram? 500. Ha. Yarim litrlik ko'pgina ekan. Baxtli taqdir bo'lib, birinchi marta nima proba qilib ko'raymi ekan aziz o'rtoqlarim. Marta yozilmabdi-yu. Ha. Rasmni. Bu ashi yashillarmi? Yashil rangdagilar shunaqami? 15, 16, 17. Ha, 15, 16, 17 mana. Matcha bubble tea. Mana. Bitta probaga olib ko'raymi. Marojnaligi qancha? 50 ming debdimi? Mana marojnaligidan bitta olaman. Davay. Hozir qanchada bo'ladi? Tezda bo'ladimi? 10 minut. Ha. 5-6 minutda. Xo'p bo'laman. 10 daqiqada matcha. Hozir. Ay. Birinchi narsa, birinchi marta nima hayotingizda upotreblять qilsangiz, nima qiling? Duo qiling. Bo'ladi inshaalloh. Alloh qabul qiladi. Shunday просто irim qilaman-da. Mana. Baxtli taqdir bo'laylik, sog' salomat bo'laylik. Ash marojnaligidan qilib berasiz, inshaalloh. Kichkinasini 05, 50 minglik, короче. Ha, mana o'rtada 16-nomer bor ekan. Mana. Ha, bubble degani puzirkovoy choy degani. Shunisidan, ha? Mana, evet, mana. 05. 500. Mana, endi kirishim. Bu Xitoy magazinmi o'zi? Ha, besplatno reklama qilib qo'yay. Mana marojnalar shekilli, har xillari. Ha? Jile. Ha. Mana shu nimani oldamiz, sen so'yla. Karzinka bor sentrdagi park ro'parasi, Al-Farg'oniy. Bo'pti, ko'rishguncha. Bye bye.